Uy sharoitida juda ham mazali va barakali bo'lib chiqadigan pitsa tayyorlashni o'rganamiz. Idishimizga illiqdan sal issiqroq sut solamiz, tuz, shakar, tuxum, o'simlik yog'i va dro'jji solib, vinchik orqali yaxshilab aralashtiramiz. Mahsulotlar aniq grammlarini yozma qoldiraman. Ketidan oliy navli un solib, yumshoqqina qo'lga yopishar-yopishmas xamir qorib olamiz. Xamirni tindirib o'tirishimiz shart emas, ozgina 5-10 daqiqa dam bersangiz yetarli. Birozgina dam olgan xamirni ikkita zuvolaga bo'lib olamiz. Bizaga xamir yoyishimiz uchun un emas, mani kruppadan foydalanamiz. Hamma joyga sepib, qo'limiz yordamida sekin-astalik bilan yoyib olamiz. Chetlarini salgina chiqarib shakl berib olamiz. Yoyib olingan xamirimiz ustidan ketchupni bir tekis qilib surib olamiz. Nachinka sifatida xohlagan mahsulotlardan foydalansangiz bo'ladi. Men dudlangan kolbasa va dudlangan go'shtdan foydalandim. Ketchup surganimizdan so'ng ustidan eruvchan, ya'ni mozzarella sirini cho'rkadan chiqarib olamiz. Kolbasalarni terib, qizib turgan pechimizda 200-220 gradusda tepa pastini yoqqan holatda tezgina pishirib olamiz. 15-20 daqiqadan so'ng qarabsizki, pitsalarimiz tayyor, juda ham mazali va barakali bo'lib chiqadi. Ayniqsa yoshi katta va bolajonlarimiz maza qilib, duo qilib yeb olishadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizajonlar, kanalimizda aktiv bo'ling. Yurakchalaringizni har doimgidek kutib qolaman.